Yaxşımısızlar tordaşlar. Bugün sözleydiğin dersimiz Sinemat Ötti'nin içimlik kutusunu yasaş derslik jarayony. Emse derslikne başlap ketdik. Men avval Sit Ötti'ni qo'zitib olay. Bu Sit Ötti'ninki eng yangi nashri, ya'ni Sit Ötti Ara 19. Bu eng yangi chiqqan nusxasi hozir. Bu qatimki darslikda yasaydigan modelimiz mushu içimlik qutusining modeli. Men bu yerga surib qo'yay. Mau yangidan qurishdan, mau yuanjudan birini qurib, buni men mau tekshilikning ustiga dastay. Hozir mau o'ttirib kelib qoldi. Tekshilikning ustiga keldi. Endi men buning parametrlarini tekshiray. Mau yerni 12. Mau ya bir qag'ayyaga aplashmasak bo'ldi. Buni tahrirlash obyektga aylantirib, mau denmoshi 6, ya'ni nuqta 6 kirib turib, mau tikto't pulingni bir chekkandan keyin mau ustidan ko'rinishda tanlash qurolidan foydalanib yermini tanlab o'chirib o'tamiz. Mau yermini o'chirib o'tamiz. Ondan mau bir nuqtani yolg'iz tanlab buni o'chirib o'tamiz. Bizga mush yermilan boslan bo'ldi. Endi doychini men mau modelni buning ichiga kiray. Bu mayina 2 bo'ldi. Endi yana birni kiray. Doychin buni ichiga kiray. Mau doychini tanlab turib, Yingshan Pingmiandan XY. Endi yumaloq holat keldi. Endi modelni tanlab mau BMOShiga kirgandan keyin, ya'ni bu qirin tanlash bo'ldi endi. Qirin tanlash 6. Mousening knopkasini o'ng chekkandan keyin mau tanlashi, ya'ni QL, ML. Buningdan o'ttirni bu yerga siziq qo'shamiz. Mousening sol knopkasini birini chekkandan keyin men mau qo'shishning belgisini bosaman. Buningdan hozir 7 qattima bu yerga chiqib turdi. 7 qattim. Endi nuqta 6ga kelib, mau tanlashdan foydalanib, mau 2 tanlashni tanladim. Mousening sol knopkasini bir bosib tanlab, ondan shift knopkasini bosib turib, mau yanini tanlaymiz. Endi mau cho'ngaytirish, kichiktirtish knopkasini bosib, buni kengaytirdim. Muvaffaq holat kengaytgandan keyin endi mau 2 nuqtani tanlab, mana mousening sol knopkasida bir tanlab, ondan shift knopkasini bosib turib, mana tanlasak teng tanlandi.
Endi azroq matrab suray. Emden maşkisini tanlap muvaffaq bo'lgandan keyin ko'p taraflik oldi tanlab tanlash qurolidan foydalanib mayani tanlayman. Mouse'ning o'ng knopkasini chekib Neighbor hozir mundaq bir ahvol ko'rildi. Mau o'ttirsa hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Biz buni qanday qilmaymiz deganda qaytadan qilay. Moddiy uchinni tanlab turib, moddiy shangdan mau ikkiga belgiramiz. Ondan mau ustidagini shundoq. Endi mau obyektni tanlab turib, qayt kelayli Neighbor. Endi o'lchamlik bo'ldi. Muvaffaq miqdorda kichiklatgandan keyin yana o'ng chekib Jiya. Endi buni ichiga mouse'ning sol knopkasini bosib turib, bundoq ishga yangi sursak bo'ldi. Muvaffaq miqdorda surib bo'lgandan keyin yana mouse'ning o'ng knopkasini chekib Neighbor. Yana bir mashg'ulot qilibdi. Mau holatda mouse so'fangunjidan foydalanib mouse'ning sol knopkasini bosib turib, ozroq kichikiltimiz. Ondan Neighbor. Ondan Jiya. Muvaffaq miqdorda tanishgandan keyin endi ko'rib boqaylik. Moddiy uchun tanlab turib, Shefin Chumyan. Bu ya'ni siliqlash. Buni tanlab ichiga kiray. Mana malet tanlandi. Endi buni yana azroq tanishaymiz. To'g'ri belgisini bosib etsak, esladet qaytadi. Men buni tanishaya nuqta olti turib, obyektni tanlagandan keyin men nuqtalarning o'rnini tanishay, men ikkisini tanlab turib, ondan to'rt nuqtani tanlab sal ichiga mau ustidagi ikki nuqtani tanlab yana azroq ichiga. Endi mau ichidagi mau nuqtalarni buni sal sirib chiqarib mau ikki nuqtani tanlab azroq pastga tortib endi siliqlab ko'rib boqaylik. Mana endi mouse'ning o'ng knopkasini chekib, mau KL knopka taxtasidan buni bosgandan keyin taraflik oltini tanlab bu yerga siziq qatimiz.
Maviye nazırak şeyimiz nokta 6'da bunu tanıgandan keyin azırak içige mavunumdan şütey hem de sılıqlap körpü gaylı hem de mavi yerini çıkarmayız. Bunu çıkarıştım burun aval mavi arlıqqa sızıq qatımız qanda degende mouse'ның knappasını çekip mouse kesişe KKMK bunun nokta altı tanlap turib mouse'ның sol knappası bilen dağ tanlaymiz. Müş sızıq kelgende mouse'ның sol knappasında bir çeksek buldu. Mavi yerge bir sızıq çıkaraylı. Taraf altı turib üç sızığını tanlap mouse'ның on knappasını çekip lenjet ambient MM bu sızıq çıkargandan keyin iki sızığını tanlap turib mouse'ның kes bunu ikkilisini teң tanlash uchun shift knappasını basıp tanlaymiz. Ondan kichikiltish qurolidan foydalanib shift knappasını basıp turib bundaq yuqoriga tövenge qıysak 0% bo'ldi. Ondan tanlashgan bo'ldi. Bunu tanlab azroq pastga ondan yana kesish qurolini tanlab mana nokta altı turib dağ tanlaymiz. Ondan boşluqni basib o'tamiz bo'ldi. Endi mana ko'p taraflik tanlash altida biz ehtiyojli bo'lgan tanlaymiz. Mouse'ning knappasini chekib Nibojiya Nibojiyani qilib bo'lgandan keyin Jiya azroq ichiga ondan yana mouse'ning o'ng knappasini chekib Nibojiya mapni kichiklatgandan keyin ondan yana mouse'ning o'ng knappasini chekib Jiya buni hamda sirtib chiqaramiz. Ko'rib boqayli. Bo'ldi. Endi mouse'ning o'ng knappasini chekib mana KLML mana knopka sistem shuni bassanglar bo'ldi. Bu kesish quroli. Mana yerga birni mana yerga birni endi bo'ldi. Bu ham chiqib bo'ldi. Endi mana ostini chiqaraylik. Siliqlash oltidan chiqib, mana bu yerga birni, mana bu yerga birni endi bo'ldi. Endi mana bu yerga birni, mana bu yerga birni endi bo'ldi. Endi mana bu ostini chiqaraylik. Siliqlash oltidan chiqib, mana bu yerga birni, mana bu yerga birni endi bo'ldi. Endi mana bu ostini chiqaraylik. Siliqlash oltidan chiqib, mana bu yerga birni, mana bu yerga birni
Ma yerini ulab qo'yaylik. Ma nokta altı turib, mouse'ning o'ng knopkasini chekib, ma kesish. Ma nuqtani tanlab, mouse'ning sol knopkasini bosib turib, ma yerga ulaymiz. Ondan bo'shliq. Bo'ldi. Ma tanlashdan UL, knopka taxtasidan UL. Ma tanlash altına kirib, avval men buni birlashtirib o'tay. Bir nusxa ko'paytib olib, buni yoshirib qo'yay. Men ma'o shifin chumyanni chiqarib o'tay. Buni yuvatdim. Endi buni tayyorlash oltiga yo'tkab, buni chiqarib olay, ammo uni yuvatdim. Bu endi bo'ldi. Bu yerni tanlagandan keyin buni azroq pastga atay. Endi ko'p taraflik oltidan UL. Bu yerni tanlagandan keyin Nibojiya kichikkinami azroq kichiklatgandan keyin ondan Jiya. Ichiga azroq. Mana buni kesish qurolini tanlab, ma içini tanlagandan keyin ma kichikiltish qurolidan foydalanib, buni azroq kichikiltay. Ma o taraflik altını tanlashdan UL. Bu yer ikkini tanlab, mouse'ni o'ng knopkasini bosib, shift bilan birga bossaq, teng tanlandi. Buni azroq kichikiltay. Yana ma o'ttirdikini tanlab, buni azroq pastga. Bo'ldi. Endi ostini hammani tanlab, ustiga mundaq chiqib olsa, nokta altını tanlab, Ctrl A bosib, hammani teng tanlab, mouse'ning o'ng knopkasini chekib, yo'q, siliqlashtirish. Ondan taraflik oltiga, ko'p taraflik oltiga qaytib kelib, buni azroq ustiga. Mouse'ning o'ng knopkasini chekib, Nibojiya. Buni azroq kichikiltay.
Mouse'ның sol knopkaсын басып тұрып, кичикләтсәк булдандан. Yana mouse'ның sol knopkaсын басып тұрып, yana азрак кичикләтәй. Әмді бұны үстіге сыйлықлап көріп қайлы. Мұны болды. Ноқта алтын таллап тұрып. Мау таллаштым пайдаланып. Таллап алғандан кейін мау кичиклетиш чоңайтыш құралдым пайдаланып. Маусының сол кнопкасын басып тұрып, азырақ чоңайтай. Мапық чоңайтқандан кейін әмді болды. Әмді маусты қысмын шығырмыз. Тарапчыға алтын таллап, мау таллаштын UL үстін таллағандан кейін бұны сәл астыға. Азырақ чоңайтай. Әмді мау өткеш құралдым пайдаланып, маусының кнопка тақтыстан контролны басып тұрып, маусының сол кнопкасын басып үстіге. Үстіге таллағандан кейін yana azraq аяғы орлық шығырмыз. Мау софан гоңжуден пайдаланып, контрол кнопкасын басып тұрып, азырақ кичиклетеміз. Контрол кнопкасын басып тұрып қылмасақ, мында болып алды. Контрол кнопкасын басып тұрып, ішіге. Андан yana өткеш құралдың пайдаланып, контрол кнопкасын басып тұрып, үстіге. Әмді yana контрол кнопкасын басып тұрып, софан гоңжуден азырақ шығырып, сырттағы шығырмыз. Әмді үстіге. Контрол кнопкасын басып тұрып, үстіге татымыз. Әмді софан гоңжуден әмді контрол кнопкасын басып тұрып, кичиклетеміз. Әмді үстіге азырақ көтірей. Әмді контрол кнопкасын басып тұрып, сыртқа шығағандан кейін әмді өткеш құралды яны контрол кнопкасын басып тұрып, үстіге. Әмді маусының оң кнопкасын чекеп, мау кесіштін отырғы бәлгенім біріне отырдың бір кесіміз. Мау таллаш әлі. Әмді мау софан гоңжуден пайдаланып, бұны азырақ чоңайтымыз. Мау үстідікін таллағандан кейін бұны азырақ кичиклетеп, бұны мапық кичиклетсек болды. Өткеш құралдың пайдаланып, контрол кнопкасын басып тұрып, маусының сол кнопкасын басып үстіге қойып әгенден кейін яны бір қатыме.
Endi mao sızıqni tanlap, bunu azırak çoğaytaylı. Maoni sal astağa. Endi tanlaştın, mao sızıqni tanlap, bunu azırak astağa. Azırak kichiltayli. Mao kichiltgandan keyin maoni tanlap azırak kichiltayli. Bo'ldi. Endi mao sızıqlarni tanlap, bunu azırak kichiltay. Tanlaştın yo'al, ko'p taraflik tanlash, o'ttirlikni tanlab, azroq kichiltimiz. Endi kesish qurolini tanlab, moyalarni kesimiz. Ko'rib boqaylik. Yana mao sızıqlarni tanlab, azroq kichiltay. Nokta altı turib, udul ko'rinishdan mao tanlashni mayan tanlab, bunu azroq astağa. Mao nuqtalarni sal ichiga. Azroq kichiltay. Ma ko'rinmashlab qolibdi. Endi mao yerini tanishib o'taylik. Mao qirni tanlagandan keyin azroq pastga. Endi kesish qurolidan foydalanib, bo'ldi. Endi mayaga eg'izninki yerini chiqaraylik. Yanılam kesishdan foydalanib, muvofiq kesgandan keyin ko'p taraflik tanlashdan foydalanib, biz o'ttirini tanlab olib, sofan go'njidan foydalanib, kontrolni besib turib, sirtiga
Kontrolni besib turib sirtiga. Buni mazroq kesib o'tayli. Endi bo'ldi. Bu hozir pek nefuzlab qoldi. Buni azroq qiltayli. Buni qiltish uchun moniye bo'lyav chimyen. Buni ma'ninki obyektning ustiga tashlaymiz, ondan buni obyektninki ichiga kiramiz. Bo'lyav chimyenning ichiga obyektni kiramiz. Endi buni tengshaymiz. Bo'lyav chimyen tanlab turib, buning tengshak rayonida ma'ni 0, astidagini 0.7. Endi kesish qurolidan foydalanib, ko'p tarafli tanlab turib, obyektni tanlab o'ng chekib, KLM. Buningdan ya'ni kesib o'tamiz. Bo'ldi. Map holatda bo'ldi. Ko'rib boqayli. Mana bo'ldi. Umumiy ko'rinishini ko'rib boqayli. Buni 6 qilayli. Bo'ldi. Muayyan taqshib o'tayli. Nuqta oltida turib, buni ayrim tanlab, azroq pastga. Hammani tanlab, avval mana nuqtalarning hammani tanlayli. Shift konkisini bosib turib, teng tanlab ostiga. Endi bo'ldi. Ostini ikki tanlagandan keyin buni sal sirtiga. Muvofiq tengshaymiz. Endi bo'ldi. Bo'lyav chimyen tanlab, buni azroq yana tuvan qilayli. Muvofiq qilgandan keyin yana
yana bir qarab baqaylar, yana nereden çatak çıktı. Hem de ağzını yasayımız. Yöncüdün birini kurup üstüge bunu muvaffak çekiltip hem de bunu tahrirlash obyektiga aylantirib tanlash qurolidan foydalanib astdan tanlab mousening o'ng knopkasini chekib Nebojiya azroq kichiklatgandan keyin undan yana mousening o'ng knopkasini chekib Jiya hamda ustiga bo'ldi. Ko'p taraflikni tanlab yana mana kesish qurolidan Şefin Çümyen nokta altı turib Ctrl A'ni bosib mousening o'ng knopkasini chekib yo'qa. Andan mana bu tarafga altı turib bu yerni tanlab mousening o'ng knopkasini chekib Tavjo. Bo'ldi. Endi tanlashdan mousedan bir kesib ko'p taraflik altıdan o'ttirini tanlab yani kesishdan foydalanib mana bu yerga bir urib ko'p taraflik tanlash bunu tanlagandan keyin mousening o'ng knopkasini chekib Nebojiya hozir ma'liyatda bu bunda chiqib olsa bo'lmaydi. Biz mana bu Chunzun elitimiz algandan keyin andin Davjo andin kesish qurolidan foydalanib
Teğim yaxşı çıksın desanglar, müşünün hemmesini menda birden kesip mangsanglar buldu. Körpe qaylı. Buldu. Kesiş kuraldın. Ayağı birini kesip, sel çoğaytay. Bu yan tanlığından keyin körpe qaylı. Ondan ma üstün tanlap nokta altı drop ani yoşurup koyup turay. Ma üstün tanlap sel üstüge buldu. Endi ma egizin sel üstüge. Mana men bunu o'ttirg'a kelay. Avval bir ko'rib qilib deb tekshlikni usti qo'yay. Bo'ldi. Ma eg'zin tanlab muvofiq bo'libdi. Mesela bu qatimki model qurish darsligimiz oyoqlashdi. Hamda keyingi soatlik darsda buningki material, chiroq, oxirgi hozillash, render ishlarini qilamiz. Hamda darsligimiz yerda oyoqlashdi. Yaxshi mashq qilib model qurishni yaxshi o'rganishinglarni umid qilaman.